Bugun sizlar bilan tovuq halqachalar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilsanglar o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni bilib olasizlar. Xo'p, tovuq halqachalar, ya'ni qarsildoq tovuq halqachalari tarkibi nimalardan tashkil topganini hozir sizlar bilan ko'rib o'tib ketamiz. Ziravorlar kukuni, marinadlangan tovuq go'shti, o'simlik yog'i, tuz, ichimlik suvi, bug'doy uni, makka jo'xori kraxmali va mayonezdan tashkil topgan hisoblanadi. Eng asosiysi, fabrikamizda qassoblar tomonidan halol tarzda so'yilgan halol tovuq go'sht mahsulotlaridan bu tovuq halqachalari tayyorlanadi. Bu mahsulotimizni qanday taomlar tayyorlash mumkin yoki qanaqa taomlarga qo'shish mumkin? Bizani food blogerlarimizni tomosha qilgan bo'lsanglar bilasizlar, food blogerlarimiz lavash ichiga qo'yib tayyorlashadi, danar ichiga qo'yib tayyorlashadi yoki-da bo'lmasam gamburger, hattoki hot-dogni ichiga qo'yib tayyorlashsa bo'ladi. Undan tashqari klab sendvichni ichiga qo'yishsa bo'ladi. Eng yoqimli jihatlardan biri uning ko'rinishi. Uning halqachaga o'xshash ko'rinishi bolalarni o'ziga jalb qiladi va uni o'zgacha ta'mi ham bolajonlarga juda ham manzur keladi. Shuning uchun ham buni bolajonlarga shunchaki pishirib bersanglar ham maza qilib yeydi. Xo'p, buni qayerdan olishimiz mumkin, qanaqa qilib xarid qilishimiz mumkin degan savollar sizlarni qiynayotgan bo'lsa, mana pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, sizlarga yetkazib berishlari ham mumkin. Xohlasanglar, Qatortol Optiy bozori 86-do'konga kelsanglar ham shu do'konimizda har xil mahsulotimizdan kelib olib ketishinglar mumkin. Hech bo'lmaganda shunchaki directga yozib qo'ysanglar ham sizlarga chiqazib bera olamiz. Bu narx qanchalik kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz sizga narxini aytib o'tib ketamiz. Charchamang, salomat bo'ling.